Rossiyaga yangi kelgan musofirlarning 5 ta qilish kerak bo'lgan asosiy dokumentlar bor. Havon issiqda sarson bo'lib yurmang, salqin joyda qilib beramiz. SNILS, biometriya, gos uslugi, sim karta va bank karta hammasi bir joyda, atigi 500 rublga o'zingiz uchun bezimi sim karta olsangiz bo'ldi. Bizning manzilimiz Metro Tuzskaya, ikkinchi выход, 9-liniyada. har kuni soat 10 dan 9 gacha ishlaymiz. Bundan tashqari Vastamila gos uslug, pasport perevod, turdoydagor qo'ldosi o'damni qilib beramiz. Va har oyning oxirida mijozlarimizdan biriga telefon podarka qilamiz. 2-iyun soat 10:33 biz Hasan aka bilan birgalikda Lisa Parkovidan Saxirovaga jo'nadik. Soat millari 10:33. Har doim aytamizki, Saxirovaga talon olib boringlar. Barvaqt borib sarson bo'lish shart emas. Mana ko'rib turibsiz, avtobusda ham unchalik odam ko'p emas. Hozir bu avtobus to'lib qoldi. Biz bundan keyinga chiqishga harakat qilamiz. Orada 5 minutda yana bittasi kelib qoladi. Aka-ukalar, ertalabda barvaqt borish shart emas. Programma orqali talon olib boringlar. Biz ham talon olamiz. 12:30 ga, mana soat 10:30 ga yo'lga chiqdik. Saxiroda nima holat bo'ladi, o'zlaring ko'rib guvohi bo'lishlari mumkin. Videoni to oxirigacha ko'rsalaring aniq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Saxiroda yangi kelgan va yangi borgan do'stingizga albatta ushbu videoni jo'natib qo'ying. Biz sizga qo'limizdan kelgancha tushuntirib beramiz. O'ting opa. Surlasiz aka. Yo'q, Zat girishda qani? ishladi ya. Ishladi. Yetishib oldi. 12 Tezib ko'ray meni. Oy, oldi. 75 oldi. Oldi? Ha. Moskva va oblastdan Grensiya chiqmoqchi bo'lsalaring, Orifjon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog'-salomat xudo qolsa borib kelasizlar. Ekranda nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Odam kurgan chiqishimiz kerak. Saxir ekan paytda mashinasiga e'tibor berishadi, tekshiradi. Kartangizni berasiz. Bitta urib ko'radi. O'ting oxirida o'tashdan. Bo'lmasa 5 ming straf. Siz o'ting orqada chiqaman. Bismillah. Ana do'stlar, Saxiraga kelishda spesialna shu kartani urish kerak-da. Mana hech topish olmadi bilyam. Malades. Agarki shu yerda ishlasa 5 ming shtraf hozir. Danni moment. Bugun mana Saxiraga soat 12:30 ga ochib olganmiz, soat 12:00 da keldik. Endi hozir ko'ramiz nima holatlar bo'ladi. Saxiraga lutchi o'rganib, tilni bilmaydiganlar, patent topshiradiganlar, bundan nima bilan kelish kerak? Hozir mana bu yerda militsiya ham turibdi. Ketdik. Shu yerdan kiramiz. Do'stlar, mana bugun Saxiradagi holatlar va hozir ichkarida nima holat bo'ladi, qo'limizdan kelgancha Hasan aka birgalikda tushuntirib beramiz. Nima voqealar bo'ladi? Oldindan biroman deyish qiyin. Lekin shu talonni olib kelgan 1000 marta yaxshi. Sho'dan kiramiz aka. Yuravering, to'g'risidan emas. Hozir ko'ramiz aka. Yo'ldan ham kirsa bo'ladi. Chunki ertalabki holatda-ku. Mana. Burası ertalabda, bu yoqda odam ko'p shunday qilib qo'yadi. Выход 2, подача patent. Mana opa shu yer, yuring. Kiring. QR kodni mana shu ichkari ko'rsatish kerak bo'ladi. Hozir men narsalarni yig'ishtirib olay bitta.
Tak. Sahne ishga kirdik do'stlar. Hasan aka qaysi? Sektor 6. Yaxshi, o'sha safar 7 da saqina qiynaganmiz. Hozir shu yerda juda ham bir majin joy bor. Ko'rsatib ketyapman, yuring. Chakkaga yuring, hech kim yo'q-ku. Mana shu yerga yuring, chakkaga. Ana. Bizga Moskva kerak, Moskvani tanlang aka. Tuting nimani, QR kodini. Ishladi. Ruschani bosamiz. Ruschani bosing. Любой bitasini tanlang. Давай, Sberbank tanlaymiz, Sberbank yaxshi. Yo'lda olib. Tamam. Pulingizga oling. Endi meniki. Tak, Moskvani bosamiz. Tak. Mana. Ruschani tanlaymiz. Hammayli VSK bo'lsin. Shu yer oldin farq qiladi. Hozir umuman farqi yo'q. Ba'zi bir odamlar bor, undan oldingi videoda Moskva oblast farq qiladi deb, hozir Moskva oblast hammasi ishlayveradi. Kiming kerak bo'lsa, oblast tanlaydi, kim yo'qsa Moskvani tanlaydi. Tak, biz sektorning nomeri 6. Odam yaravno siroqku. Tashqaridan kam bo'lsa ham, ichkari ko'p. Ha? Oxirida yuring. Dakancha yuramiz. Bugun odam ko'p do'stlar. Soat mana 12:30 ga olganmiz. 12:15 qashdi. Tak, ertalab barvaqt kelib, bosh qotish holati yo'q. Spokojno kirib kelsa bo'laveradi shu. Soat 10-11 larga ochadi olib. Avtobusda ham odam kam. Hozir ko'ramiz qancha vaqtda chiqadi ochiradi. Ana katta aka kirib o'tiramiz biron joyga. Xo'sh, hada joy bor ekan. Zaynabning ayonchisi bo'lib o'la. O'tsak maylimi shaqa? O'tib ketaylik-da. Zaynabmi bu yoq? Shu mashinani o'tkazib ertalab kelganmi deyman siz, ha? Nimaga talon kim ismi ochiladi ana telegrammadan? Nimaga? Soat nechda kelgansiz? Soat nechda kelgansiz ertalab? 9da? Nechinchi talon? 5069. Bu odamniki 7000. 12:30 da o'z ko'rasiz qachon chiqadi. 12:30 ga, 12:30 ga yozilgan. Mana Hasan akani ochiradi, keldi o'zi. 3 minut kutdik, tamam? Mana dest. Tamam. 12:46 mana. 15 minutda qabul qildik. Ana shunday qilish kerak-da. Endi bu yoqqa o'tasizda aka siz. Dal shu yoqqa borasiz-da. Dal shu yoqqa borasiz. Ha? Og'i toshni yo'q hech qanaqa kirib qolganini. O'tgan toshgan sizda yo'qmi? Meditsina o'tmaysiz. O'tasiz, kim aytdi sizga o'tmaydi deb? Yo'q, o'tasiz aka. So'ling hamma narsangizni. Mana shu rasm mana любой joyga ketaveradi. Endi qayerdan beradi? Qarang, uring. Daktiloskopiya borasiz, sizga qarab borasiz. Tashqarida bo'laman. 14:28. 12:33 da kelganda ochadingiz, to'g'rimi? Plus oldinroq chiqardik. O'chirib qisam bo'ldi. Bu normal aka. Bu normal 2 soat chiqyapsiz. Yarim soat oldin chiqardim. Nima sabab ketishingiz? Oldinda ikkita ayol mazasi qochib qoldi. Nima bo'ldi aka? Ayol mazasi qochib qoldi. Qon olgandan keyinmi yo oldinmi? Yo'q, oldin, dezorchilik. Ichkari is yo'q. Ha. Dezorchilik qo'yib yubordik, o'shanga vaqt ketdi. Aka-ukalar, mana Hasan akani aeroportdan o'zim kutib oldim. Mana bugun Sahraga olib keldim. Shu programma MC programmadan ochad olib kelinglar. Odam bunaqa ko'p emas, lekin ertalabdan misol taksichi akalar video qo'yibdi. Haqiqatan ertalabda odam ko'pda. Mana hozir bugun biz 12:30 da kelgan bo'lsak, 1:30-2 soatda ishimiz bitdi, to'g'rimi Hasan aka? 2 soatda. Ha. 2 soatda ham bormas. Hozir bitta opa turibdilar ichkarida. MC shu migrant servis programmasidan hozir ochad olib beraman aka.
chiqib kelishlari kerak, chunki ular sertifikat yo'qotgan ekan. Mana срок ожидания решения 2 hafta ichida bo'ladi. Bu odamdagi bitta mana telefonimda bor, nastoyki suluchi. Sahra kelganda kelishdan oldin talon olib keling. Eng oson yo'li shu. O'zingiz qiynash kerak emas, to'g'ri masan aka? Ertalab tur. Bugun erta so'ng turdingiz yo'qdan. 9. 9:30. Ha, spokojno kelib ona. 9:30da turib, 2:30da уже. 9:00 turgan 9:30da metroga tushdim. Videoga bitta talak bo'z tarqatib qo'yadi do'stlar. Mana sahifani ichidan kelib topshirish mana video qilib oldik. Bularni sertifikati borligi sababli 21700 qanchami, 300 qanchami deb to'ladik o'sha. To'g'rimi? 21000 rasxod bo'ldi. Ko'pchiliklar kelganda aytadiki, ana bu pasport o'tmaydi dedi. Bugun men sizga o'tdi-yu, to'g'rimi? Pasport, perevod pasportlari bo'lsa, bu o'zlariga plyus, u o'tadi. Men ko'pchilikga aytamanki, talon olishda pasportim bor deb pul to'lamayman 1000 so'm deymanda. Ba'zi bilan aytdiki, aka o'tmas ekan. Mana siz o'tdi-ku, to'g'rimi? O'tdi. O'sha Rossiyani o'zidan pasport perevod qilib olgan. Perevodingiz bo'lsa, любой время o'tadi. Ketaminda aka. Sizlarga omad, do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Mana sahifani ishdan video qildik. Bitta talak bor, shu videoni yangilar jo'natib qo'yasizlar. Yangilar go'stingiz, biometriya, go'stlug, sim karta, bank karta. Hasan akam bizlar bilan endi kelaverasizlar. Metro Tulisga 2-xat, Petros Razmovskiy 1-xat.